Bu mahfenselerimnin küçük talebiga asasen Muşu tuç yeni saçmaның texmi az ölçemdeki videosunu yeni bir qatim yollab bersangiz degeshga bugun 3 dal tuxum bilan pishirgan az ölçemlikisini yollab qo'ydim do'stlar. Buningda bu qatimda 3 dal tuxum bilan 1,5 piyola un, 1 gram suda 1 gram tuz. Mush 4 xil materiallarni yig'irmiz. Oldingi videoda bekchiq do'stlar so'rab degandik. Su quymaymizmi deb. Buna faqat su quymaymiz, bir tamam su quymaymiz, jumi xemirg'imiz su quymaymiz, qiyamig'imiz su quymaymiz. Mush 4 xil materiallarni xemirini yig'irib, tindirib olgandan keyin kichik zo'g'li uzib, yeyib olsak bo'ldi. Mana shunday mayda pishiradigan bo'lamdi yoki duxovkada pishiradigan bo'lamdi. Har xil pishiriqlarni oilada pishirishga mos kelgan pishiriqlardan o'rganganlar bo'lsa, pinonchida qoldirib qo'ysanglar, men shu bo'yicha yollab bersam bo'ldi, videosini chiqarib do'stlar, sizlarni qo'llab qo'yinglar. Anondan keyin bu o'g'ir cho'pnikdek kesib olamiz. Andan keyin may qizg'an vaqtda azozdan silib, andan cho'qi bilan aralashtirib sarg'in shalat kelgan vaqtda andan ilg'asak bo'ldi. Mush o'lcham bo'yicha qilsanglar, qaranglar, butun sog'an peti chiqib o'g'ilib ketmaydi jumu. Andan qiyam uchun yarım piyola asal, yarım piyola shakar, ikkisini bir axlam quyib, to'xtamay qo'chib aralashtiramiz. Bizda ko'pikchilar chiqib qaynagan vaqtda andan piyoladagi suvga temitib baqsaq, ashta yeyilib ketmay qunaqdek tursa, andan qiyam tayyor bo'lgan bo'ldi. Andan shu cho'pni selib, tegidan qo'chib turib, aralashtirib, hammanik tekshir aralashtirib bo'lgandan keyin tayyor qilgan lisimizni suv bilan maylab, anan keyin yig'tirgan kushmish bo'lamdi, manakidek aloqatlardan yoki yong'oq meg'izlardan yoki oqsimalardan bo'lamdi degandek o'zinglarning yig'tirish bo'yicha chechib olib, andan tushni selib, alqondan besib, no'g'ishlar bilan besib, ching besib qotirib olamiz. Andan keyin 2-3 soatlarda qaytishidi. Yoki bir kecha turg'izib qo'ysanglar bo'ldi. Anda mana shunday qaytishib shunday chiroq qalati chiqadi. Buni shunday butunlam tovoqqa opirib, tovoqqa turishinglarga ishlasanglarmi yoki shunday kesib ishlasanglarmi, baqamishidi. O'rganib oldinglarmi?